Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarım, hammangizlarga Allohdan tinch, amonlik va xotirjamlik tilash bilan birga musulmonlarning ustiga kelayotgan baloyi, afat va musibatlarning tezroq oyoqlashib, barliq zolimlarning tezroq halok bo'lishini ulug' Allohdan tilayman. Tor dünyasida Uyg'ur qarindoshlarimizning orasida qiziq nuqta bo'layotgan va ba'zi talash-tortishlarga sabab bo'lgan dunyoning farqli joylarida yashayotgan Uyg'ur baylarimizning millionlab Turkiyadagi yer tavrash ofatiga uchragan qarindoshlarimizga yordam avatishi haqiqatan hammamizni hayron qoldirdi. Men bu haqda o'z fikrimni bayon qilish yoki qilmaslik haqida bir necha kun o'ylangandan keyin oxiri bu haqda ikki yig'iz so'z qilishni to'g'ri topdim. Albatta Turkiyada hech kim o'ylab baxmagan va tarixdan beri oz ko'riladigan tabiiy ofatlar yuz berdi va nurg'unlagan qarindoshlarimiz vafot bo'ldi va urug' tuqqanlaridan, bola chaqalaridan ayrildi. Turkiyadagi qarindoshlarimiz uchrayotgan bu tabiiy ofatlar Alloh tarafdan kelgan og'ir sinoq va imtihon bo'lsa-mu, biz Sharqiy Turkistonliklar yillardan beri dushmanimiz tarafidan vahshiy zolim Xitoy tarafidan, Allohning dushmanlari tarafidan har xil shaklda buningdan ortiq va buningdan vahshiy shakllarda har xil zulm, qiyin-qistoq va qatliamlarga duchor bo'ldik. Xitoy tajovuzchilarining haddidan oshgan qilmishlari bizning izzat obro'ylarimizni talon-taroj qilishi, erkinligimizdan mahrum qo'yishi, urug' tuqqanlarimizni, diniy ustozlarimizni, har xil bilim odamlarini xohlagancha o'ldirishi va qiyin-qistoqqa ilishi butun Sharqiy Turkiston xalqini diniy erkinligidan, Allohga bo'lgan ishonchidan va iymonidan mahrum qo'yish uchun har xil besimlarni, turli qiyin-qistoq kamplarni qurishi, millionlab insonlarimizni turmalarga solishi, necha minglagan musulmon hamshirlarimizni, qiz qarindoshlarimizni Xitoy tajovuzchilariga zo'rlab to'y qildirishi, ularning iffat nomuslariga tajovuz qilishi bizni hayotimizni to'yg'izgan edi. Biz Sharqiy Turkistonliklarning nomusliq, iffatli va vijdonli qiz ayollari va erkaklari Xitoy tajovuzchilarining haddidan oshgan farqli zulmlarni ko'rgandan keyin Allohga yolvorib, yig'lab turib, ey Allohim, bizni bu xorliqdan va zulmdan, bu baloyi ofatdan qutqazgin. Bizni qisosimizni elishga muyassar qilgin yoki bu jinimizni olgin. Bizning bu xil zulmda, xorliqda va balo musibatda yashashimiz bizning hammamizning o'lganidan og'ir musibat deb duo qilayotgan edik. Xitoy tajovuzchilari barliq imkoniyatlarini va kuch-quvvatini ishga solib, barliq qarindoshlarimizning iffat obro'ylarini talon-taroj qilgan bo'lsa-mu, nurg'unlagan qarindoshlarimizni qiyin-qistoqda o'ldirgan bo'lsa-mu, shahid qilgan bo'lsa-mu va yana nurg'unlagan qarindoshlarimizni majburiy holatda o'z iymonidan, islom dinidan ayirgan bo'lsa-mu, yana rozi bo'lmasdan turli shakllarda virus bahonasi bilan millionlagan qarindoshlarimizni o'z uylariga sulab qo'ydi. Hatto o'z yanida bo'lgan iqtisodiga, puliga, yemak-ichmak ilib yeyishiga ruxsat qilmay, nurg'unlagan qarindoshlarimizning ochliqdan o'lishiga sabab bo'ldi va hatto binolarga o't qo'yib, erlari, ota-onalari begunoh Xitoyning turmalarida yotgan hamshirlarimiz, kichik farzandlarimiz shu o't ofati bahonasi bilan ko'ydirib shahid qilindi. Biz uchrayotgan mana shunday vahshiyona ofatlarni ko'rgandan keyin bizning Uyg'ur baylarimizning echilmagan xazinalarining eg'izlari Turkiyaga o'xshash boy va kuchli davlatlarning uchragan musibatiga va yer tavrash ofatiga qarta qalblari chidamasdan millionlab yordamlar kelishga boshladi. Albatta Turkiyaga yordam qilish bizning iymuniy milliy burchimiz. Chunki ular bizning qarindoshlarimiz. Necha 10 minglagan Uyg'ur qarindoshlarimizga, Sharqiy Turkistonliklarga yashash imkoniyati bergan, vatandoshlik bergan. Ammo bizning o'zimizning vatanini, o'zimizning xalqini qutqizish, men sanab o'tgan barliq baloyi, afat, musibatlar, tajovuzchilik va xorliqlarga qarshi echilmagan xazinaning eg'izlari dunyoning farqli davlatlaridan milliardlab kelayotgan yordamlar bilan billa biz Sharqiy Turkistonliklarning umumiy jihatdan farqli tashkilotlarning vasitasi bilan umuman Sharqiy Turkistonliklarning qilgan yordami 100 millionga yaqin bo'lib qoldi. Normal bir aql egisi kashki Xitoy tajovuzchilarining farqli bir inson ko'tirib bo'lolmaydigan fojiali qirg'inchiliklar yuz bergan chaqda Xitoyga zarba berish uchun ishlatilmagan bu millionlar nima uchun bugun o'ttirg'i chiqdi? Alloh subhanahu va taolo shu Uyg'ur qarindoshlarimizning millionlab bergan yordamini qabul qilsin. Ularning mol-mulkiga hasrab barakat bersin. Men bu qarindoshlarimizning, bu baylarimizning bu yordamni qilganligiga hargiz norozi emas. Ammo Xitoy tajovuzchilariga qarshi ilib berilgan harakatlarga, faoliyatlarga Turkiyaga yordam berganga o'xshash Xitoyga qarshi turish uchunmi bu mol-mulklarni sarf qilishini, millionlab iqtisodlarni chiqarishini, Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakat ilib berayotgan, faoliyat qilayotgan, mustaqillik uchun kurash qilayotgan qarindoshlarimizni qo'llash uchunmi ana shunday mol-mulkini xajlashini umid qilaman va talab qilaman. Men chet elga chiqqandan keyin hech qanday bir faoliyatda, hech qanday bir Xitoyga qarshi kurashda bundaq bir yordamlarning ilib berilganligini, bundaq pullarning xajlanganligini ko'rib baxmadim va anglab baxmadim.
Dünyanın farklı devletlerinde yaşayotgan Uyghur baylarımızın ve teşkilatlarımızın umumen 100 milyon liraga yakın berilgen yardımı, başka devletlerinin ve baylarının milyarlar bergen yardımlarının kışıda hiç kimden közüge görünmesligi mümkün. Hiç kandak tilga ilinip kalmasligi mümkün. Ama Xitoy tajovuzchilariga qarshi mushu pullar ishlatilgan bo'lsa, cho'qim nurg'unlagan natijalar qo'lga kelgan bo'lishi mumkin edi. Hatto texmi inoqroq, texmi tushunishliroq ilib aytsak, biror davlatning ta hozirga qadar Xitoy tajovuzchilariga qarshi eng cho'ng yordam bergan davlatlarmi, hatto Amerika va boshqa davlatlarning Uyg'urlarga Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish uchun ishlatgan deb 100 million qiymatida yordam berganligini hech anglab boqmadim. Biz boshqalarga biz yordamga ehtiyojlik, bizga yordam qilinglar, biz zulmga uchrab ketdik, bizni qutqizib olinglar deb biz yordam so'rayotgan bo'lsakmi, bizga hech bir zaman hech kim qilib boqmagan yordamni biz boshqalarga qilaligidek darajada bizning kuch-quvvatimiz borligini, bizning pulga ehtiyojimiz yo'qligini ko'rgandek bo'ldim. Amaliyotda bizning boshqalarning yordamiga ehtiyojimiz yo'qmi? Sharqiy Turkiston kurushining, Sharqiy Turkiston mustaqilligining iqtisodga ehtiyoji yo'qmi? Bu yerda mening yana bir his qilgan narsam, agar biz yoki ma'lum bir shaxs yoki men Xitoy tajovuzchilariga qarshi turmoqchi bo'lsam, vatanim, xalqim uchun xizmat qilmoqchi bo'lsam, cho'qim o'z oldimga iqtisod tepib, o'z oldimga boy bo'lib, shu pul orqali Xitoyga qarshi turishim kerak ekan. Chunki meni va yoki boshqa birisini hech kim sen Xitoyga qarshi tur demabdi. Vatanim uchun, millatim uchun xizmat qil demabdi. Shuning uchun o'z kuchimizga tayanishimiz kerak ekan. Bu xil shaklda tushunsak, hammamiz mol dunyo uchun ko'proq kuch chiqarsak, vaqt chiqarsak, hayotimizni sarf qilsak, hamma odam o'z ishi bilan, pul tepish bilan, turmush hayotini kechirish bilan o'tsak, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turadigan faoliyatchilar, tashkilotlar, jamoatlar bo'lmasa bo'ladi ekan. Shuning uchun Xitoy tajovuzchilariga qarshi turuvchilar, vatani, millati uchun, xalqi uchun xizmat qiluvchilarga badal to'lagan, texmi ko'p badal to'lagan, tirishgan, texmi ko'p tirishgan. Bir yoqdan iqtisod uchun tirishgan, bir yoqdan texnika, hunar kasb, bilim ilishga tirishgan. Yana bir tarafdan jamoatlanishga, kuchlanishga tirishgan. Chunki seni hech kim Xitoy tajovuzchilariga qarshi tur, bu zulmga, bu xorlikka qarshi tur, isyon ko'tar, xalqing uchun, millating uchun kurash qil demadi. Xohlasan qil, xohlasan to'xtab qol. Hech kimning sen bilan kori yo'q. Chunki seni hech kim bu ishga majburlamadi. Mana bu ba'zi bir qism kishilarimizning to'rda aytayotgan so'zlari va amaliyotda bo'layotgan voqeliklar. Shuning uchun nurg'unlagan ziyolilarimiz, nurg'unlagan siyosatchilarimiz Xitoy tajovuzchilariga qarshi amaliy maydonga o'tishni xohlamaydi. Ötenmeydi. Çünkü onun nurg'unlagan vazifeleri var. Bir yoqdan iqtisod tepish kerak, bir yoqdan o'zini taraqqiy qildirish kerak, bir yoqdan ilm o'rganish kerak, o'zini kuchlantirish kerak. Shuning bilan Xitoy tajovuzchilariga qarshi turishga, harakat qilishga vaqti yetmaydi, kuchi yetmaydi. Xitoy tajovuzchilariga qarshi turganlar kuchlanmaydi, taraqqiy qilolmaydi. Bu sababda tirishayotganlar o'z toqatining yetishicha, imkoniyatining yetishicha ma'lum bir mezgillargacha tirishchanlik ko'rsatadi va o'z energiyasi, o'z kuch-quvvati xo'rab tugaganga qadar. Elbette bu baylarımızdan, teşkilatlarımızdan öz iqtisodini qayaga xarjlashi o'zining erkinligi, o'zining qon terlari badligi kelgan. Ammo bizning o'z fikrimizni, o'z tushunchamizni so'zlash, ularga yetkazib qo'yish erkinligimiz va majburiyatimiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni jahiliyat qorong'uligidan, zulmatidan yorug'likka chiqishga, hamma ishni hikmat bilan, aql bilan, fikr bilan, hikmat bilan qilishga nasib qilsin. Bu xorlikdan, zulmatdan, qulluqdan ozod qilib, izzat bilan o'z davlatimizni mustaqil qilishga, tajovuzchi Xitoylarni yengishga Alloh nasib qilsin. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.